Muhabbet kişiler özgegimi huzur berişalaydı. Qadrli dostlar, Şinjan Sabah Madaniyat Tarixi Çekişirti işlep huzurunla sunuyotgan Şinjan Meşrep Xalqaro So'z Çekişirti işlegen Meşrep markasidagi yurishlik oliy ichimliklar tajdorligini olgan bu sanimiz sizlar bilan yendidarlashdi. Amis dostlar, har sabahdagi 10 minut vaqtinglarni ma'nolarga ega qilib, chiroyli kuylarimiz orqali sizlar uchun yana xizmatda bo'lmoqchimiz. Men riyosatchi do'stinglar Nazigul Tursunjon. Sahnamizda bak, nayeti çıraylık yasınıp kelgen bu jigit belki sizlerge natunish emas. Yani aldığın sanlarımızda özünün çıraylık naqsh kuyları arqılıq sizler için hizmeti boğan. Hem de sabah köy programımız arqılıq özünün nadir kuylarını davamlıq köpçilikten huzurga sunup kelivatkan yaş naqshchi dostumuz Abdursul. Yani mehman karşılığımız. Rahmet. Salam. Sabah ekran aldıki barlıq bizden aziz qo'llovchilarimiz, anglag'uvchilarimiz hem onlarga Naqshchi dostonlar Abdursul buldun. Yani bir qatim o'tliq salam. Qarşılığımız Abdursul. Sizni muş yaqindagi mol usulliq naqshchi desek bo'ladi. Bunaq deyishimda mushu sabah kuyi orqali men sizlardan doim didorlashib turdi ekanman. Andan ish faoliyatlaringlardan xabardor bo'lib tur ekanman. Qarsam sizmi uzildirmay kelyapsiz. Mushning o'zi bir yaxshi kayfiyat. Chunki musobaqada yengishga qaraganda musobaqa qatnashishning o'zi bakrak jur'at talab qiladi bizdan. Shundaymi? Anisi mushu naqshchilik sohasidagi bu kaskin baygida sizmi orqada qolmay atni chepib ketyapsiz, herib qolmaysiz. Rahmet. Ben yerip kalmasam demeye ümitime. Ömürlep bolsam yetişmağımızda hem de. Çokum çıkıp da. Çokum mağımız saklaymaydı. Sizce şu sabah köydeki müşkül roya halat sizler bek besim bulam diken ya ki bir yaxşı keyfiyat bulam diken. Yok, besimiz kılmayımız şundak yaxşı keyfiyatta. Bu kaçan sabah programımızı verip bir nakşamda bir eğitmiş dostlarına huzur sunuvarsam da manda xiyal kılgan bulap kaldık. Çünkü bu sabah köy programımız arkalık aldı bilan bizniki şu ustoz san'atkorlarimiz yoki bizning atrofimizdagi mush kasbda biz bilan tang yurayotgan qurdoshlarimiz, aqllarimiz degandek. Onundan boshqa anandan hozir bu sabah programmamiz kunda etigan sabahda qanday naqsh taqtil deb qaraydigan shu tomoshabinlarni aytib ko'pkan. Ko'pinchalar g'oyada uchrab qolsa so'raydi. Sabahda yangi naqshingiz chiqibdi, o naqsh taqatmidi. Bugun planning naqshini ochdi deydigan. Hazır şu anlıqçılarının ki nəzirdimi? Sabahda yeni naqsh taqıldı deydigan, kündü sabaha qaraydigan şu royalat şekilde. Bunun da bizmi yeni naqshlarimiz bo'lsa, shundoq bizga yaxshi sharoitlarni, yaxshi muhitlarni hozirlab turayotgan shu sabah madaniyat tarqitish chekilish shirkatimizni qo'llagan asosda ham bizni qo'llab bizga yaxshi sharoit hozirlab berayotgandan keyin o'zimizning bir yaxshi bir sanimiz, o'zimizning oilasiga o'xshash yangi naqsh tayyor olsaqlam sabah veriblam sabah kuyda aytaychi buni deb manda xiyol qilgan bo'lib qoldik. Bek yaxshi ro'y, yaxshi kayfiyatda buni nisbatan. To'g'ri aytdingiz. Demak, hamda fursatni biz bayqay olsaqlar, u bizga natijalarga yaqinlashishimizga texmi yaxshi so'rinlarni hozirlab berdi ekan. Shu sabah kuy sahnasi naqshini yaxshi ko'radiganlarga, naqsha havaskorlarga va mush kasb bilan shug'ullanuvchi kasb egalari uchun bir yaxshi sayna. Amsa Abdursul, bu sahnada siz to'la naqshlarni aytdingiz, sizga natunish emas, lekin sizning naqshingiz bizga natunish bo'lishi mumkin. Bugungi naqsha? Bugungi naqsha bu mu emniyet natunish emas. Buni bu 2016-yil qaratilgan manga shen nomli shu MTV naqsh plastinkamda ba naqshda buni aralıqda bir 10 yil yaqin bo'lib qoldi emasman. Bu muzikalar azizlar sifatdan qilib qapti, ammo ijodiyat naqshda shu xalq naqshlarimizning variantida o'zgartib ishlangan ijodiyat naqsh. Bu qatim hamda mush naqshamda bir muzika akkordlashtirish xizmatini yangidan ishlab, yangicha bir holatda, yana yangicha tayyorlab ekeldim. Bu naqshlarni çok dostlarımız yaxshi ko'rgan, davomli yana shu yaxshi ko'rishgan degan umidda elib keldim. Bo'ldi, qaynamsa, birlikda o'zirnaylik.
Kızıl yüzlügüm yarım Akama kızargandek Kızıl yüzlügüm yarım Kavat bilen yugargandek Şirin sözlügüm yarım Kavat bilen yugargandek Ligem şirin sözlügüm yarım Çaçları dalım dalım Güzü kumarım Sen benim yarım Sevgenli yarım Çaçları dalım dalım ey Güzü kumarım Sen benim yarım Sevgenli yarım Tuttane tulaçele Bilegin kaldım uyarım Tuttane tulaçele Bilegin kaldım uyarım Az gün oynap ayrıldık Yüreğim kaldım uyarım Az gün oynap ayrıldık mana Yüreğim kaldım uyarım Çaçları dalım dalım Güzü kumarım Sen benim yarım Sevgenli yarım Çaçları dalım dalım ey Güzü kumarım Sen benim yarım Sevgenli yarım Sen benim yarım Sevgenli yarım Dostlar, balkim bu tonuş tekstlarni anglagandan keyin tang g'ingshib aytgan bo'lishinglar mumkin. Qanday bo'lsin, bir yaxshi kayfiyat bilan yangi bir kunimizni boshlab oldik. Sizga rahmat. Sizlarga rahmat, sizga rahmat. Rahmat. Amsa Dursun, oldimizga tizilib turgan ma ichimliklardan balkim sizmi texnik tetib baxman bo'lishingiz mumkin. Lekin siz to'yg'usida ichib baqqan-ku deyman. Tugust ichib baqqan. Amraqmi? Amraq. Çünkü tapmak yaman terste. Doğru deysiz. Mush gapingiz bak rost bo'ldi. Amsa do'stlar, to'yg'usi desak, 7 yoshdan 70 yoshgacha hammamiz asosan bir ichib baqqan. Andan foyda qiladi. Mush sut mahsulotlari ichida birinchi o'rin turadigan quvvatli sut deb bilamiz. To'g'ri. Endi bu to'yg'usini lekin siz degandek topmoq biroz tez. Andan topgandan keyinmi uni ilqi saqlamoqmi sal mushkul. Aşı dastlabda bag'anda ichib olsak-ku, vajib ichib oldik deymiz. Uyga kelib inshan qo'yganki atsizlar, og'zini ochgandan keyin sal bearamchilik qo'plashini bilan ichmaymi ya deb to'kaytimiz. Shaxsan men bek ashta qilgan. Bir o'ylsam ichim og'riydi, lekin bir o'ylsam amal yo'q demdi. Shuni mush masalan ko'z tutib, 7 yosh 70 yosh shamimizga davo bo'lgan mushu sut mahsulotlari ichida birinchi o'rin turgan to'yg'us sutini mana hozir sizlarga o'rab qachilab Mashrab markasida texnologiya sundiq. Do'stlar, mau ichimlik Mashrab to'yg'us suti. Bu ichimlik bo'lmasdan balki siz ichgan dal ashu to'ygining sutining o'zi shu. Amis do'stlar, ana shu tadqiqotlar ko'rsatishicha, dunyodagi to'yg'uslar ichida Abdum rayonimizdagi beqilayotgan qo'shloqliq to'ygining suti eng yaxshi. Ozuqlik qiymatimi alayda yuqori bo'lgach, tarkibidagi vitaminlarmi mo'l. Ya'ni ko'p miqdorda odamlarning ehtiyoji bo'lgan to'yinmagan yog' kislotasi, temir, kalsiy, kaliy, sinik, vitamin A, D qatorliq mushtaq mo'l ozuqlar bor. Shu badnimiz sal ojizlab immun kuchimiz to'lab ketganda to'yg'us ichib olsang bo'larmikin degan tavsiyani qildi cho'nglar, shunami? Shundoq. Amsa bundan hamda to'yg'usda ichmoqchi bo'lib qolsangiz, chavshilarga kirsangizlar, to'yg'usda, ya'ni Mashrab to'yg'usda deb etilib ichsangiz bo'ldi do'stlar. Ta'mimi naq ashu to'yg'usning o'zining ta'mi shu. Bu ichimlik bo'lmasdan, balki siz yaxshi ko'radigan ana shu sut. Amsa mushunadimi? Sizga azroq ko'ngil so'z qilib tayyor qilib qo'ydik. Abdurasul, qani. Rahmat. Biroz ig'ir ekan, ko'tarmadim. Uydagilardan birlikda meva sharbatlari undan sut hozir sizga aytgan mushu to'yg'ustidan ko'pchilik bilan birlikda eg'izdagi bir huzurni baxsgan deb o'yladik. Onam xo'shab ketadigan bo'ldi-da. Shunda ota-onalarimizga ham sovg'at qiladigan yaxshi bir sut bo'pti bu. Shunami? Mashrab. Şinjanning donliq markasi. Shundoq. Uyimizda Mashrabning televizori, Mashrabning kir alg'usi, to'nglatqulari, hamda mana to'nglatquni ichib saldigan ichimliklarni tayyorlab. Hammamiz tayyor bo'ldi. Xalqni o'ylash, qulaylik bo'lishni o'ylash degani o'zi shu-da.
Rahmat, teşekkür etimiz. Hem de şu yana şu Şinjan Meşrep Halkara Soğutçak Tekşirikti yangidan ishlab bozorga solgan mana shunga o'xshash Meşrep markasidagi intayin shirin sap bo'lgan yurishlik ichimliklarniki bozorlik bo'lishini umid qilaman. Do'stlarimizniki yoqtirib iste'mol qilishini umid qilaman. Hammamizning uyida to'nglatmasida Meşrep bo'lsin. Rahmat. Nayt ko'ngillik paranglashdik. Yana yaxshi ichimliklar uchurini berdik do'stlar. Esinglar bo'lsin, markasi Meşrep. Amsa bugungi sonimiz mishad oyoqlashib qolgan bo'ldi. Aqchan siz yana uzun o'tmayli mehmon bo'lib kelasiz. Ha, kelima. Atik mehmon kim o? Atiki mehmon kimdi? Ekran qaraymiz-da. Shundoq. Amsa do'stlar, atiki mehmon Sadikim buni qiziqsanglar, atiki sabaqimizga texnologlarni ag'dirg'aysizlar. Shinjang Sabah madaniyat tarixi tekshirib ishlagan Shinjang Meşrep xalqaro so'z tekshirib ishlab o'zinglarga sungan Meşrep markasidagi yurishlik oliy ichimliklar tajorligini olgan bu sonimiz mishada oyoqlashdi. At ko'rishaylikmi? Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.